Qo'limizda bitta odam ishlatamizmi, ikkita odam ishlatamizmi? Uyimizda usta ishlatamizmi, mardikorchi olib kelamizmi? Xudo o'sha sababdan, siz sababdan o'sha insonga rizq beryapti. To'g'ri muomalada bo'ling, kibr qilmang. Siz kimsiz masalan? Men kimman masalan unga gapirishga? Hech kimman. Unga o'xshagan bandaman. Xudoga nima endi? Hech narsa rasda shunday o'ringizni almashtirib qo'ysa nima qilasiz? Xudoga hech narsa emas. Sekundli ish. Masalan bitta oldinda kunlik ishga chiqadigan bir ishchi turibdi, yo usta turibdi, yo ba'zi turibman. Ustalarga hozir tenglashib bo'lmaydi. Hozir ustalar ancha-muncha tadbirkordan ko'p pul topib boradi. Masalan kunlik ishga chiqadigan odam deylik. Ilojsizlikdan chiqadi-da, u pulni yetkazolmagandan chiqadi. Alloh taolo o'sha paytda shunday rizqni berib turibdi endi. O'rindaman turibman, uyim yopib kelib ishlatyapti. Kibr qildim, Xudoga yoqmadi. Boshim omon bo'lsa do'ppi topilgay, bir kun kelib omad